Maza qilib bo'shanishni xohlaysizmi? Albatta xohlaysiz, lekin sizda urug' bir qarishga ham otilmayapti, bosim bilan ham chiqmayapti. Bo'shalgan vaqtda esa orgazmni ham his qilmayapsiz. Buni 5 ta asosiy sabablari bor. Birinchisi chot sohasidagi mushaklarning zaifligi, ikkinchisi prostatit, uchinchisi nerv tizimi bilan bog'liq muammolar, to'rtinchisi yosh bilan bog'liq omillar, beshinchisi testosteron darajasining pastligi asosiy sabab bo'ladi. Voy, bu shuncha narsani endi qanday bartaraf qilaman deb siqilmang. Buni asosan 5 ta yechim bor. Demak, birinchisi shamollashga qarshi cho'tki lechini olish, ikkinchisi asab tizimini tinchlantiruvchi preparatlarni shifokor nazorati ostida qabul qilish. Demak, uchinchisi 21:30 gacha uxlash, to'rtinchisi quyidagi vaqtlar oralig'ida 1 soatdan piyoda yurish, beshinchisi va eng muhimi erkaklar uchun maxsus kegel mashqlarini doimiy bajarish.